Allalarda to'ldirib Abdumajid akamizni qo'rasiga akalar Tojikistondan haqiqiy machon qo'ylarimizdan keldi. Hozir birinchi partiyamizda 100 bosh akalar, ofshi soni 200 bosh. Ishqibozlariga bularni optimga bahosi Abdumajid aka Optimiga dangal aytib qo'yiladi, qochirmasa. 3 million 600, 3 million 500 yo'q. 3 million 400 ming so'mdan 100 tasi olaman desa beramiz. yana kelishtirib beramiz. Telefon qilishaverib, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Akalar, ishqibozlariga tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Ikkinchi partiyamizga akalar Tojikistondan kelgan qo'zlarimizni endi akalarini chiqardik. Hozirgi chiqarganlarimiz birinchi partiya. Ikkinchi partiya. 5 oylik, 6 oylik atrofida qo'zlar mana. Ishshay sifat bo'lib qo'ygan qo'ylar. Ancha ishshaydi, bemalol ko'tiga deb qo'ygan qo'ylar qani. Xotirjam uyga olib borasizlar, yemlaverasizlar. Yemlavera. Yoshiga to'lib qolay deyapti ekanda. O'sha yerda qarang, mana 6 oylik bo'lyapti, 5 oy, 5,5 6 oy atrofida qo'ydik, ko'ryapsizmi mana? Qatimdan kelyapti. Mana akalar, qo'y sifati vashshe zo'r. Optimga bahosi 38 dan deyapsiz-a? 3 million 800 ming so'mdan mayli optimiga beraman. Chipcha kelishtirib berasiz. Xudo xolasa telefon qilishaverib, yo'lida qilib beraman. Qo'ylar qanday qo'y qatdan turibdi mana. Gap yo'q. Udarlaridan boqamiz deganlarga. Toza Tojikiston qo'ylarimizdan mana. Boqqan qaranglar akalar. Sochilamiz, ishqibozlari bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar.